Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sarvar Nasimxonov kanalimga xush kelibsizlar. Juda ko'pchilik Chorsuda bormi deydigan aka-ukalarimiz. Chorsuda hali ham ishlayapti. Lokatsiya juda ham oson. Chorsu bozori. Bozorning yonginasida Chorsu Gold Center. Parkovka bor, bemalol mashina bilan kelishlaring mumkin. Endi shu atrofda yashaydigan hamma bilsa kerak. Chorsuda Gold Centerda. Endi bu to'g'ri yangi qurilgan, lekin mana shu Gold Centerda birinchi etajiga birdan lestnitsa bilan tushganlaringdan sizlarga yo'lni birdan ko'rsatayin. Darmon ildizlari filialimiz ishlab yotibdi aka-ukalar. Ko'pchilik kelib, mana shu yerda o'zida mana birinchi etajiga tushganlaringda mana Tibo Metti yozib qo'yilgan. Mana Tibo Metti yozib qo'yilgan. Bemalol kelib, sizlarga qanaqa giyoh kerak, bemalol olib, jigar uchunmi, buyrak uchunmi? Assalomu alaykum. Charchamasizlarmi sizlar? Tak, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Charchamasizlarmi? Sportsmenlarimiz bu yerda-yu. Assalomu alaykum. Qani, zo'rmi? Charchamaysizmi? Mazza zo'rmi? O'zi shu yaqin o'rtada bilasizlarmi? Butun sportsmenlar o'zi bor-ku, mana shu Tibomet o'zimizda Darmon ildizlari shu do'konlarimizga kelib, kakras ushlab turgan narsangiz nimaligini aytaymi? Qarang, ushlab turgan narsangiz samandar bu butun suyaklar uchun. Butun suyakka nima muammo bo'lsa, kakras sportsmenlarimiz olyapti hozir. Keyin murskoy potensiyani ham ko'taradi. Kakras уже 2-3 mahaldan уже trenovkani boshlagan bo'lsa kerak. Eslatib o'tamiz do'stlar. 2-aprel kuni Humo Arenada Samandar tankda jangi bo'ladi. Bu jangdan keyin xudo xolasa g'alabadan keyin Kamarga gap yo'q. Hammalaringdan duo qilib qo'yishlaringizni so'rab qo'yaman. Xo'p, Samandar, zo'r bo'pti kelganingiz. Xo'p, bizni torpeda haqida eshitgansizmi? Torpeda eshitganman. Ha? Kimdan eshitgansiz? Telegram kanalda ko'rgan. Telegram kanalda? Izlanib, endi hozir menda travma bor. Shu sababdan hozir kelib sekin ko'rdim. Endi aptekaga tushmasdan endi tabiiy giyohlardan taxlangan. Da. Foydalanaman o'zim. Eng qizig'i buni побочный effekti yo'q-da. Bu uyda tortmalarda o'shani bitta ichib turib yotadigan dorilar emas-da. Buni qanchalik ichersangiz iste'mol qila olasiz. Shu vaqtdan beri iste'mol qilaman. Onamdan olib berganman. Bundan onangizga olib bergansizmi? Shundan rezultatini bilganman. Keyin o'zimga ham hozir bitta olishga keldim. Gap yo'q. Bizning mikrofonimiz bormi yana? Ber, mikrofonimizni ber-da. Chunki Samandarda ovozi yaxshi eshitilishi kerak hammaga, aka-ukalar. Xo'p. Biz bemalol pauza qilib, montaj qilib, bemalol qilaveramiz-da hamma ishimizni. Tak. Yondimi, yo'qmi bu? Tak, yondi menimcha. Da, zo'r bo'ldi. Buni demak, onangizga ham olib bergansiz. Bundan onamga ham olganman. Endi shunga o'zimda ozgina travma bor. O'zingizda ham. Shunga hozir kelib, aptekaga tushmasdan shu yerga keldim-da. Gap yo'q. Tabiiy giyohlardan foydalanib. O'sha do'stlar, tabiiylikka qaytadigan vaqtimiz kelib bo'ldi. Keyin vest taylash uchun juda ko'p trenovkalar bo'ladi, bilasizmi? Juda ko'pchilik qiynaladi. Hozirda mana shu torpedani o'zi, hozir buni qanday ochsak bo'ladi? Mana bu yerdan akkuratni ochaylik. Mana. Buni eshitgan bo'lsangiz, hozirda juda ko'p falshivkalari chiqib ketdi. Buni zo'rligidan, talab ko'pligidan ko'pchilik falshivka qilib, bu faqat filiallarimizning o'zidan. Chorsuda bor, mana Farxatskida bor, Andijonda bor, Abu Sahida bor, Qatortog'da bor, ko'p joyda bor, Quyliqda bor. Filiallarimizdan originalini olib ketish kerak buni. Mana shu torpeda, hozir nomini o'zgartiryapmiz Samandar. Buni nomi Biotornado bo'ladi. Biotornadoda. Usti o'sha nomi faqat boshqa bo'ladi, ichi o'sha. Shu nechta giyoh qorishmasi bo'lsa, mana bu yerda hammasi giyoh, qarang. Hammasi giyoh. Giyohni maydalab o'sha bizni Dilmurod akamiz o'zi mashhur tabibda. O'sha uchun butun jigarida muammosi borlar. Gepatit A, B, C, D, jigar sirozi, jigar qurishi va buyrakdagi muammolar bo'lsa, organizmingizda nima muammo bo'lsa,
Даже soch to'kilish bormi? Yo'q, hozircha yo'q. Hozircha yo'q, Bitta ikkita uylangandan keyin to'kilib ketadi o'zi. Даже soch to'kilishiga, sochda oqarishi bormi? bor. Ha? O'sha sochingizni bor-ku, qoraytirib yuboradi. Bitta olamiz uni. Ozish uchun, oshqozonni polni tozalash uchun, butun o'sha даже endi sportsmenlarimizda eng katta muammolar sportsmenlarimizda bo'ladi. Chunki bular juda ko'p travma oladi. O'sha uchun mana shu bekorga emas, aka-ukalar, hozir sportsmenlarimiz ham mana shu torpeda giyohini olib yoki mana shu nolartrit kapsulani olib iste'mol qilishmayapti aka-ukalar. Xudo xolasa kelinglar, ofislarimiz ishlayapti. Bu yerda Juda qilaman lekin hammaga. Ha? Tavsiya qilaman. Tavsiya qilasiz? Aptekaga yurmasdan shu tabiiy giyohlardan foydalangan yaxshi. Chunki aytayapman-ku, yana bir marta aytaman, onamga ham olib berganman. Rezultatini aytgan, yaxshi degan. Shunga hozir endi qo'shib yana onamga ham olaman. Endi qarang, hozir onajonda nima muammo? Muammo nimada? Onamda shu ikkita mana to'piq nimasida suyak yemirilishi bor-da. Suyak yemirilishi bor. Ozgina azob. Demak, buni hozir to'xtatmasliklari kerak. Shunday. Mazini ham tasdiq. Ha, buni mazi ham bor, как раз. Mana qarang, mazi bor. Mana. Mana shu bu tashqi tarafdami? Travmalarga. Ha, tashqi bu ichki taraflama tuzatadi. Endi baribir og'riq bo'lishi mumkin. Tashqi taraflama tuzatish uchun mana bu mazi. Mana nolartritni, bu mazi. Mana shu mazini ham surtsalar, xudo xolasa inshaalloh. Ana faqat to'xtatmasinlar. O'sha 1 oy, 2 oyning ichiga rezultat bo'ladi. Siz o'zi olib bergan bo'lsangiz, rezultatini nima deyaptilar? Yaxshi deyapti, yana so'radi, shunga keluvdim-da. Ungacha ham dunyoni dorisini olib, millionlarda sarflab, lecheniya yo'q. Rezultat tabiiy bo'lmagan. giyohdan ozgina rezultat bo'ldi-da. Rezultat bo'ldi? Ha. Xudo xolasa, do'stlar, aka-ukalar, bu yerda endi odam ko'pligi sababli opalarimizdan so'rolmayapmiz. Qaysi o'zlari aytadilar. Xudo xolasa, do'stlar, aka-ukalar, kelinglar. Telegram kanalimiz Shifo 17 o'tib obuna bo'lib, barcha rezultatlarni ko'rishlaring mumkin. Telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Opa, dastavka ham qilib berilyaptimi? Dastavka ham bor ekan aka-ukalar. Dastavka ham bor. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, xudo xolasa tabiiylikka qaytadigan vaqtimiz keldi. Shunday. Samandar gap yo'q lekin. Men hech ko'raman deb o'ylamab edim. Gap yo'q. Malades. Hamma sportsmenlar o'tgan safar nimadagi Farxatskidagi nimaga Boburni ko'rdim. Ha, Bobur aka. Ha. Boburni ko'rdim. Bobur ham torpedani olib cho'g' chiqib ketyapti. Dedi. Muammom bor dedi. Ko'pchilik yara, toshmalar bo'ladi-ku, badanda toshib ketgan yaralar, toshmalar hammasini mana shundan olaydi. Bunda bekorga juda ko'p giyohlar qo'shilgan, qorishmada 14 ta giyoh. Mana shu giyohlarning orqasidan organizmda nima muammo bo'lsa, mana shu muammolarni o'zi hal qilib ketadi. Yurak kasallari ham bor. Yaqinda yana yangiligimiz bor do'stlar. Yurak paroklar uchun yaqinda bir ajoyib bir giyoh chiqadi. O'sha mashhur tabib Dilmurod akani yaqinda eng zo'r nimasi chiqadi, xudo xolasa. Bu hech qayerda yo'q. Xudo xolasa do'stlar, hammasi tabiiy bo'ladi, eng qizig'i. Gap yo'q unda, mana buni olasiz. Tak. Endi kamerani o'chiraylik, men bu tavsiya beray, nimalar kerak. Gap yo'q.